ketilmoqda. Assalomu alaykum. Ushbu loyiha O'zsanoat qurilish bank hamkorligida Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Chorshanbe MFida 149-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz mahsuloti ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Uzunligi kollej devoridan daraxtga qadar. Eni bu daraxtdan narigi daraxtga qadar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqmoqda. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 10 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Jahongir Kesh Agro ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 70 tonna, jami 700 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirilib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.